Oldin ayollarning kosmetikasidan qutulolmay yurgan edim. Endi o'g'limga o'tdimi? Chunki hozirgi kunda haqiqatda bolalarga ham alohida hududiy naborlar kerak bo'lib qoldi. Bilasizmi nimaga? Nega? Chunki bolalarda skleroz rivojlanib ketgan. Ya'ni bolani tanasi sho'ralash boshlaydi. O'zbekcha qilib tushuntirganda. Bizda bunaqa muammo bo'lmasligi uchun bizga aynan shu narsa kerak bo'ladi. Chunki biz nima qilamiz? Har kuni uxlashdan oldin bolalarimizni cho'miltiramiz. Cho'miltirgandan keyin bola uxlaganda tanasi soviydi. Soviganda teri shunaqa sho'rlashni boshlaydi. Bu tanada har xil yoriqlar, achishishlar keltirib chiqadi. Bu bolaga diskomfort keltiradi. O'shaning uchun bunaqa bo'lmasligiga aynan shunaqa hududiy naborlarni ishlatish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda eng zo'rlari Mio Babyda. Sababi mana birinchisi shampun. Boshqacha shampunlarni, odatiy shampunlarni ishlatadigan bo'lsangiz, bolaning ko'ziga tushsa nima bo'ladi? Ochib ketadi. Chinqiriydi bolalaringiz, achmaydi. Chinqirib dodlaydi, mana asablarim shunaqa bo'lishni boshlaydi. Undan ko'ra Mioni mana shu shampunlarni ishlatadigan bo'lsam, ko'pinglar bilan o'ynashib, ko'ziga tushsa ham mabodoga umuman achishtirmaydi. Chunki bu aynan yosh bolalarga, yangi tug'ilgan bolalarga ham bemalol ishlatsa bo'ladigan maxsus shampun. Keyingisi gel. Bolalarni aynan mana shu sklerozdan saqlash uchun, tanasi qichishib, achishib, sho'rlamasligi uchun, namligini doim normada saqlab turish uchun aynan mana shu geldan foydalanish kerak bo'ladi. Bolani terisi uchun maxsus mana shunaqangi oillar, ya'ni yog'lar massaj uchun judayam mos keladi bu narsa. Ham namlantiradi. Boshqa yog'liga nisbatan surilganda tana o'sha bolaning tanasida quyuq yog'li qatlam qoldirmaydi. Tanaga singib ketadi, yaxshi namlantiradi hamda bolani har doim shunaqangi terisini nozik qilib turadi. Prishipka bilasiz, bizlar bolalarimiz hali ham taglikda bo'lgandan keyin havo o'tmaydi. Havo o'tmagandan keyin bolani taglikda po'pasi qizaradi, har xil toshmalar chiqish boshlaydi. Har doim men unga har xil aptekadan kremlar, bir nimalar so'raolmayman. O'shaning uchun bu narsani oldini olib, har doim himoya qilib turishni shunaqangi prishipkalarni ishlataman. Buni tarkibida depantenol bor. Buni onajonlar juda ham yaxshi biladi. Bu hech qanaqa bolaga allergiya chaqirmaydi. Bolani terisini shunaqangi mayin parvarish qilib, namlantirib, har doim uni shunaqangi qo'riqlab turadi. Endi keyingisi, siz shunaqangi zo'r qilib bolani ideal qilib qo'ydingiz, lekin uni kiyimlari xuddi kattalarni yuvilayotgan o'sha nimalari bilan yuvilyapti. U ham bo'lmaydi, chunki kattalarniki bolalarga tushmaydi. Ularni yuvish uchun maxsus moslangan shunaqangi sredstva. Bunga yuvgandan keyin yumshoq mayin bo'lib qoladi, hech qanaqa allergik reaksiyalar bermaydi bolajonlarga va albatta bu dag'alini yana ham yechish uchun shunaqangi Xo'p, softenermi? Shunaqa narsalar ham bor. Buni ikkalasini birgalikda ishlatadigan bo'lsa, bolamiz har tomonlama, tashqi tomonlama mana shunaqangi sklerozlardan 100% ga nima deydi, himoyalangan bo'ladi. Bildingizmi?